Assalamualaikum hürmetli fuqarolar. Bugun Bezekdagi uchrashuvimiz, ya'ni Agrobank boshqaruv tarafidan har bir mahallada tadbirkorlar bilan jeki fuqarolar bilan o'z band etgan holda tadbirkorlik boshlayman degan fuqarolarga bankimiz tarafidan bir qancha yengil kreditlar ajratilmoqda. Ya'ni aytib o'tgan bo'lsam, bugungi jeki fuqarolar o'z band etgan holda mahalla loyihasi, biznesga birinchi qadam, biznesga ko'makdan kreditlanish bor. Ondan keyin kecha yaqindan boshlab oilaviy tadbirkorlik rivojlantirish bo'yicha kreditlar açıldı. Yani aldın Xalq bankida bo'lsa, endi bugungi kunda bizlarga so'rab qilmasa Agrobank filiali hisobida 17,5%dan жұмысшыларға kredit beriladi. 17,5%dan 4 yil muddatga beriladi. 48 oyga. Mahalla loyihasi degan kreditimiz 25%dan 5 yil muddatga beriladi. Biznesga birinchi qadam kredit 5 millionga shunga beriladi. 25%dan. Biznesga ko'makdan 17 millionga shunga beriladi. 10 yılı 4 yıl faizi 25%. Keyin 312 son kararımız var. Yani 312 son kararın maksatı bu tadbirkorluğu rivojlantirish uchun beriladi. Yani bular neler? Aldın bir yıldan beri tadbirkorluğunu istep o'tirgan, оборот istep o'tgan, amasa aldın oilaviy tadbirkorlikdan kredit olib, vaqtida javob istoriyasi yaxshi bo'lgan odam bo'lsa, tadbirkorlikni rivojlantiraman desa, 100 millionga kelgan bezdalov kredit beriladi. 19%dan. 100 milyon alana 300 milyon kaşıken zalog tikarında verildi, kredi tikarında. Ondan başka da жұмысшылар неде болатын болса, микроқаржыларымыз ипотека керек, олар бар işini yapmak, bankka барсаң, өтілмей алуға болады.